Diqqat, tezkor xabar. Aktyor Bobur Yo'ldoshev, qiziqchi Shukrullo Isroilov va xonanda Shohruxxon O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Bu haqda bugun 22 avgust kuni Prezident tegishli farmonni imzoladi. Qayd etilishicha, ular mamlakat mustaqilligini mustahkamlash, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi islohotlar samarasini oshirishga qo'shgan munosib hissasi, o'zining ko'p qirrali ijodiy va ilmiy-amaliy faoliyati bilan xalqning intellektual salohiyati va ma'naviyatini yuksaltirish, yurtimizda ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat va san'at sohalari, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, jamiyatda tinchlik va totuvlik, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini saqlash, yoshlarni ona yurtga muhabbat va sadoqat, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'lidagi samarali xizmatlari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun mukofotlangan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan Shukrullo Ahmadqulovich Isroilov, O'zbek konsert davlat muassasasi badiiy so'z ustasi Bobur Bahodirovich Yo'ldoshev, Diydor yoshlar eksperimental teatr studiyasi davlat muassasasi badiiy rahbari Shohrux Alisherovich Yo'ldoshev, O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying.